sözümge biraz qo'shimcha qilsam, qarindoshlar. Afg'onistonga borsa, Uyg'urlarga butunlay ziyon. Afg'oniston nima uchun Xitoy bilan Rossiya bilan yiqilishidi? Diniy nuqtadanmi, imoniy nuqtadanmi nima uchun manfaat? O'zining davlatining manfaati va milliy manfaati uchun Xitoy bilan yiqilishyotdi. Xitoy bilan yiqilishyotdi emas, yiqilishdi. Xitoy millionlab mablag' silyotdi. Moskva ham shunga o'xshash. Hozirgi ikki diktator davlat. Endi bu yerda hozir Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'urlar uchun ikki tarafdan ziyon. Hech qanday bir manfaati, foydasi yo'q. Nima uchun berish kerak yerga? Uyg'urlar uchun xizmat qilish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, yana bir umid bo'lgan bo'lsa, mayli bir jafo tasaqmi, borsak bo'ladi deydigan burunqidek bir hisoblab qolganmiz, borgan bo'lsak bo'ladi. Burunmi borganda nima foydasi bo'ldi u yerga? Hech qanday ziyondan boshqa narsa bo'lgani yo'q bu yerda. İqtisadi ziyon, odam jon, mal ziyon, uningdan boshqa nima foydasi bor? Foyda yo'q. Boshqa ham shunda hammamiz ko'zimiz ko'rdik, ko'ryapmiz. Bunda deyishimning sababi xato tushunmanglar, qarindoshlar, dunyoda hamma biz musulmon, Turkiya qarindosh degan qarindoshlarimiz, diniy qarindoshlarimiz, islomiy qarindoshlarimiz hammasi o'zining manfaatini ko'zlab, davlat manfaati, milliy manfaatini ko'zlab Xitoy bilan yiqilishyapti. Shuning uchun dunyoda 151 davlatlar Xitoyni qo'llayapti. Hozir 190 ga chiqibdi deydi. O'sha davlatlar Xitoyni qo'llayapti hozir. Qolgan bu yerdagi 50 necha davlat, g'arb davlatlari faqat Uyg'urning erkak qirg'inchiligiga uchirganligi va Uyg'urning kishilik huquqlari dafsanda qilinayotganligini, majburiy emgak silinayotganligini e'tirof qildi. Ular milliy manfaatlarini ko'zlab, ashlar bilan Xitoy bilan yiqinlashsa, hamkorlashsa, o'zi qo'yniga olsa, bizga o'xshash mushundaq ezilayotgan bir millatni, bir musulmon qarindishini Xitoyning qo'yniga olsa, bu Xitoyning o'zining ichki ishi. Xitoylar mushtaq bular 3 xil kuch bo'lganligi uchun Xitoy jazolayotibdi. Xitoylarning bularni jazolab tarbiyalaganligi to'g'ri ekan desa, bu kim taraf tutgan bo'ladi? Bu iymonning taqozzosimi? Bu islomning taqozzosimi? Musulmondoshlikning taqozzosimi? Ular kuchli, qo'lida qurol va mustaqil davlatlari va erkin azod yashayotgan bu davlatlar Xitoyni qo'llaydi. Biz o'xshash mazlumlar mayda azroq panolansak, bu xatomi? Butunlay tugab ketish kerakmi Uyg'urlar? Buni o'ylab baqsanglar bo'ladi, qarindoshlar. Bir xil biz boshqa narsani qo'yib turib, Uyg'ur xalqining milliy manfaatini chiqish nuqta qilib turib o'ylab, boshqa biz qarindoshlab kuchayib ketib qolgan millatlar bizga nisbatan qanday bir ko'z qarashda, Xitoyga nisbatan qanday bir ko'z qarashda bo'layotganligini bir o'ylab baqsanglar, taroziga sepib baqsanglar, nima bo'ldi? Biz qanday bir sharoit yashayapmiz? Bir millat sifatini yo'qolib ketishga qarab ketyapmiz hozir. Bunda bir ichinishli ahvolda sizlar chiqib bu yerga to'rt Uyg'urni u yoqqa olib olsanglar, bu yoqqa olib her cihetten imanına apırıp takap, onun etikadına apırıp takap, ulanı korkutup, yoktuşku uğransanlar bu doğru bulamdı. Nima uchun mushundaq tashviqotlarni sizlar Xitoyni qo'llayotgan davlatlarga ashlarning tillarida tashviq qilmaysizlar. Sizlar xato qilyapsizlar, Xitoyni qo'llab. Bir deb baqdinglarmi bir qitim? Aran yaşayotgan Uyg'urlarning ustida hukm chiqarguncha ashundaq kuchli qo'lida qurol va imkoniyati bala dushman tarafda, kafir tarafda, shu kommunist tarafda tursa,
Allah'ını bütünley inkar kıladigan bir kommunistning endi tusa, onunla hamkorlashsa, ularga hech nima demasanglar, tashviqot etmasanglar, ularning xatolik, jinoyat o'tkazayotganligini demasanglar, bu sizlarning kim adolat maydoninglarmi, iymoni, burchinglar mushundaqmi? Başqasini qo'yib turinglar, bizni hisob qilmanglar bo'pti. Biz ezib ketganmi bo'layli? Biz demay, men deb turay. Qarindoshlar, men deb qo'yay, bizning iymonimizni o'lchimay, o'zinglarning turayotgan maydoninglarga qarab yiqinglar. O'zinglarning iymoninglarni o'lchanglar. O'zinglar uchun javob berishni o'ylanglar. Sizlarning haqiqiy vijdoninglar bo'lsa, islom, iymon uchun, musulmonlar uchun ko'yinadigan bo'lsanglar, adolat maydonida turadigan bo'lsanglar, ashularni ayblanglar. Gazetlarni va mushundaq tor televiziyalarga chiqib, ashundaq davlatlarni ayblanglar. Xitoy tarafda turayotgan bizning Turkiya qarindoshlik davlatlarimizni va ashunda davlatlarni ayblanglar. Ularni adolat maydoniga va haq maydoniga chaqiringlar. Mana bu sizlarning qiladigan ishinglar, mana bu sizlarning burchinglar. Agar bilsanglar. Şunlaşqa buningdan keyin bu to'g'risida bunda tashviqotlarni ipamay, xalqni qaymoqtirmasdan, qo'rqib aran yashayotgan xalqni texmi qo'rqitib yo'qotishga tirishmasdan, biz qanday qilsak shu tajovuzchidan qutulish yo'llarini topa olamiz degan temada tashviqotlarni ip berib, zihnimizni, quvvatimizni, aqlimizni bu tarafga markazlashtirish uchun tirishsanglar, eng to'g'ri bo'ldi. Bu tashviqotlarni ip basanglar, qanday qilsak oramizda mustahkam birlikni borliqqa keltirib, ashu bizni besib olgan tajovuzchiga qarshi turish imkoniyatlariga ega bo'lamiz deganni maydonga keltirish uchun tirishsanglar, bu sizlarning eng qilishga tegishli hozirgi birdan bir burchinglar, birdan bir vazifanglar deb qarayman.